Gapni qisqasi, siz ro'zg'orimni boqaman, bir so'm pul topaman deb ko'chaga chiqqan vaqtda sizni izingizdan g'iybat qilgan, sizni odam o'rnida ko'rmagan, eng yaqinim deb bilgan insoningiz sizni g'iybat qilib turgan vaqtingizda Xudoy taolo qarab turar ekan. Qarab turadi ekan tepada. Shu inson size loyiq bo'lmagandan keyin Alloh taolo shu insonni sizdan uzoqlashtirib tashlaydi ekan. Men bu narsani hayotimda sinovdan o'tkazdim. Hayotimda bo'ldi shu narsa. Men hech qachon ko'nglimda kir bo'lmagan, faqat yaqin insonimni deb harakat qilganman. Gard yuqtirmaganman. Lekin men o'ris debman, astag'firullah. Men ishlash uchun, bir so'm pul topish uchun, ro'zg'orim uchun deb yugurib yurgan vaqtimda meni ustimdan g'iybat qilgan insonni mendan ajratib tashladi. Ey insonlar, her bir sindirilgan kalp uchun, her bir gaplangan gap uchun vaqti soati kelib javob bergusimiz. Gapingiz bo'lsa doğru yüzüne aytın. İzinden söylep planlarını kılma. İlacı bariçerli özüne aytıp tushuntirishga harakat qiling. Meni aytacak gapim shuki, uyim ro'zg'orim deb yugurib yurgan bechora erkeklaringizni, ro'zg'oringizni 10 so'm ro'zg'oringizga topib kelaman, non topib kelaman deb uyingizdan chiqib ketgan davlatingizni izinden hech qachon g'iybat qilmang. Bara so'ng oxirida Xudoy taolo ko'rib turibdi hamma narsani. Sizni ajratib tashlaydi, keyin pushaymon qilasiz gaplangan gaplaringizga, qilgan ishlaringizga. Qaytgusi dunyo, ilohim kimki nov ish qilgan bo'lsa o'zine qaytsin. Yaxshilik qilgan bo'lsa yaxshilik, yomonlik qilgan bo'lsa yomonligini ko'raversin ilohim. Amin.